Assalamu alaykum, kanalına yaxshimi? Men bugun balalarım için muffin, yani istakanda kek vermekçi. Mana bunu sizlar bilan o'rtoqlashgim keldi. Aldı bilan men 2 tal tuxum azroq qilmoqchiman, shuning uchun az narsa qo'llandim. Agar shirajik qilmoqchi bo'lsanglar, uchun tangidan ko'p etsanglar bo'ladi. 2 tal tuxumning eqini aldı bilan bir qachiga ayrim eqini suzib olaman. İki tal tuxumni eqi bu yerga, serg'i bu tarafga. Mana ko'yguninglardek 2 tal tuxumning eqini qilib oldim. Bu serg'i bir taraf turg'ash tursin. Biz aldı bilan eqini bir ko'ptirib olaylik. Mana mencha bu bo'ldi. Ko'rdinglar, mana mush holatda. Mana tik turdi. Mush holatda. Mencha bu bo'ldi. Mush holatda bo'lsa bo'ldi, ko'rdinglar. Endi tuxumni sirg'iga o'taylik. Tuxumning eqini bir tarafga olib qo'ydim. Endi tuxumning serig'iga men aldı bilan bir choy stakan shekarim bor. Bularni bir yaxshi bir ko'ptirang. Endi men bununla bir choy stakan, yani şeker, süt, yarım çay stikini yağ, muşularını bir aralashtirib o'tay. Mana mush holatda bu mana aralashdi. Endi men bununla bir qoshiq tomoq qo'shig'idan mana labni peynir, sizlar qaysini ishlatsanglar bo'ldi. Bundan men bir tomoq qoshiqi, bir yemek kaşığı qo'l. Aferin kızım. Anandan keyin bir qoshiq qatiq. Men bu misni ishlataman davomli, ya'ni shokning qatiqi. Sizlar qaysini ishlatsanglar bu o'zinglarning nimasi ixtiyori. Labni peynirimizni biz sap bo'ldik. Endi men bir qoshiq qatiq soldim. Endi bularni yaxshi bir aralashtirma. Mana bu holatda bo'ldi. Amandan keyin men bir stakan, yani suv stikanda bir stakan un qildim. Amandan keyin bir paket kabartma tuzi, bir paket vanilya. Vanilyani ishlatsanglar bo'ldi, ishlatmasanglar bo'ladi. O'zinglarning nimasi. Vanilyaning zaten faqat xushpuroq qilish uni bilan bor, boshqa hech qanday bir nimasi yo'q. Mushlarni bir chirpimiz. Mana mush holatda bo'ldi. Endi men bu tuxumning sirg'i aralashmamga qo'yam. Ko'ptirib olgan bu tuxumning eqini qo'yaman. Qo'yib bir aralashtirman. Mana bu holatda eqini pak ustiga qo'ydik. Endi buni bir aralashtiramiz. Oq bilan sirg'ini. Cho'qim bir yulinishda qilaylik, soatning yulinishi bo'yicha.
Mana bu holatda aralashtirib bo'ldim. Mana. Endi buni men aldı bilan fırını 170 gradusga echib etimiz. 170 gradusda pishiramiz. Issiqash turadi. Ongacha biz buni qoplarimizga to'kamiz. Böyle tutun. Bunun ichiga bu istakanni solamiz bir taldan. Buni agar cho'ng kap kichik kap qolsa bostirish orqali salsanlar bo'laveradi. O'sha holatda cho'ng nima qildi? Qilipi sal kichik, bu cho'nggan, lekin bostirsanglar tepasiga nimani to'ksanglar yana ichiga besladi. Masalan, men bu yerga bir narsani buni hozir bu holatda qo'ydim, ko'rdinglar. Endi men bu aralashmamni to'kay, ichiga kirdi. Bekçek töküp etmeyimiz. Muşalettirak bozu buludu. Muşaletli bozu bana içeri yüzü kiridi bana. Köylüğüne koy. Muşalette. Kılsanlar buludu. Aldı bilen ben bu arlaşmamdan beni içeri töküp olayım. Bana köygün onlardık. Bana o yetdal. Bo'ldi. Moshina men hozir 170 gradusda fırınga qo'yaman. Mana ko'rganinglardek muffin pishyotdi. 170 gradusda 25 minut pishiramiz. Bu vaqtcha men buning nimasini krem shantini ko'ptiraman. Mana quruq qolgan bir qachiga bir paket krem shantini to'kaman. Anandan keyin bir choy stakani soğuk süt, çoxum soğuk bo'lishi kerak, yaxshi ko'pib chiqish uchun to'kdim. Endi bularni bir ko'ptiray. Mana ko'rdinglar-ku. Mesela men köküsüp şunda koyuq holatga keldi mana. Bu holatda bak koyuq. Bu holatda köptirib oldim. Buni qo'yib qo'yay. Mana ko'rganinglardek bizning nimamiz pishib chiqdi. Biraz so'sin, shunchalik yumshoq chiqdi, lekin bunga oz to'kib solgan o'xshaymi? Bu qadar yumshoq chiqdi. Biz o'ngcha buning ichiga qaymog'imizni ag'ashtiraylik, bu suvga tursin. Mana hozir biz krem shantirimizni bunun içine alaylı o kadar koyak çıkantı köygünümlerdik. Bu şaret koyak çıkantı bunu biz bu haltımızın içine alırız. Endi men bu uçunu taqadım. Sizlar qaysi uçunu taqıqlar kelsa, taqsanlar buludu. Endi men bu keklerimden üstüne qaymoq ve krem şanti bilen sürkep birime. Onu müşalette hem ikisi muşundak sürkep birime. Ballarım kaymakka bek amrak şunun için. Ha kızım şunun için apa siz yine mi kıpedi? Mana muşranglı kempitlerini kıldım. Çünkü ekini qilmayman, bu qaymoqning rangi oq bo'lganligi uchun oqni qilmayman. Mana bu holatda bizning nimiz tayyor bo'ldi.
Mana bu şalat qilsanglar bo'ladi.